Gaz narxi o'sishi haqida gap ketganda, bu faqat kommunalka biroz ko'paydi degan oddiy masala emas. Bu har bir xonadonning oyma-oy byudjetiga, qishda isitish xarajatiga, ijarada yashayotganlarga, tadbirkorlarga, hatto novvoyxona, oshxona va kichik ishlab chiqarish narxlariga ham ta'sir qiladi. Shuning uchun bugungi ma'lumot juda muhim. 2026 yil tariflari bo'yicha kimlar ko'proq to'laydi, kimlar xavotir olmasligi mumkin, qaysi holatda hisob noto'g'ri chiqishi mumkin va siz hozirdan nima qilishingiz kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki men real misollar bilan qaysi oilada to'lov qancha o'sishi mumkinligini, qaysi xatolar sabab odamlar ortiqcha pul to'lab qo'yayotganini va gaz idorasi bilan qanday gaplashish kerakligini aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikka kerak bo'ladi. Avvalo asosiy narsani tushunib olaylik. Gaz tariflaridagi eng katta o'zgarish shundaki, endi faqat hamma bir xil narxda to'laydi degan yondashuvdan ko'ra iste'mol hajmiga qarab to'lash tizimi kuchayib boryapti. Ya'ni o'z sarflagan xonadon nisbatan pastroq tarifda qoladi. Ko'p sarflagan xonadon esa yuqoriroq tarifga tushadi. Buning ma'nosi shuki, davlat odamlarga minimal ehtiyoj uchun ma'lum darajada yengillik qoldiradi. Lekin me'yordan ortiqcha sarf qilinganda gazning haqiqiyroq qiymatiga yaqin narxda hisoblanadi. Oldin ko'pchilik bitta raqamga o'rganib qolgan edi. Hisoblagichda qancha kub ko'rsatsa, shunga qarab to'lov chiqar edi albatta. Tariflar o'zgarib turardi, lekin oddiy odam uchun tushuncha bitta edi. Kubometr ko'paydi, pul ko'paydi. Endi esa masala biroz murakkablashdi. Birinchi navbatda ijtimoiy norma degan tushuncha bor. Bu odatda xonadon ehtiyoji uchun nisbatan arzonroq tarifda hisoblanadigan miqdor. Lekin shu normadan oshgan qism ancha qimmat tarifda hisoblanadi. Masalan, siz oy davomida 9 kub gaz ishlatsangiz, bu kam iste'mol hisoblanishi mumkin. Ovqat pishirasiz, issiq suv bo'lsa ishlatasiz, lekin qozon bilan uy isitmasangiz sarf katta bo'lmaydi. Bunday holatda tarif oshgan taqdirda ham sizning umumiy to'lovingiz nisbatan nazoratda qoladi. Lekin sizning uyingiz katta bo'lsa, gaz pechi bilan isitilsa, qishda oyga 600-800 hatto 1000 kub sarflasangiz, asosiy zarba sizga keladi. Chunki arzonroq tarif faqat belgilangan chegaragacha ishlaydi. Undan yuqorisi qimmatroq bo'ladi. 2026 tariflarda eng muhim o'zgarish ham mana shu mantiqda. Gazdan ko'p foydalangan odam bilan kam foydalangan odamning to'lovi o'rtasidagi farq kattalashadi. Bu bir tomondan energiyani tejashga majbur qiladi. Ikkinchi tomondan aholining ayrim qatlamlari uchun, ayniqsa qishloq joylarda yoki eski uyda yashaydiganlar uchun og'irlik keltirib chiqaradi. Chunki hamma ham birdaniga uyini izolyatsiya qila olmaydi. Yangi qozon o'rnata olmaydi yoki elektr isitishga o'ta olmaydi. Nega gaz qimmatlashadi degan savolga ham javob berish kerak. Birinchi sabab gaz qazib olish, yetkazish, quvurlarni ta'mirlash, bosimni ushlab turish xarajatlari oshadi. Ikkinchi sabab gaz ham cheksiz resurs emas. Aholi soni ko'payadi, uylar ko'payadi, tadbirkorlik kengayadi, talab ortadi. Uchinchi sabab davlat kommunal sohadagi subsidiyalarni kamaytirishga harakat qiladi. Ya'ni oldin gazning bir qismini budjet qoplab kelgan bo'lsa, endi xarajatning katta qismi iste'molchiga ko'chadi. Bu yoqimli xabar emas, lekin real holatni tushunish kerak. Men eng avval xavotir guruhi haqida gapiraman. Birinchi guruh gaz bilan uy isitadigan xonadonlar. Ayniqsa hovlida yashaydigan, katta maydonli, davolari sovuq, derazalari eski, tomi yaxshi yopilmagan uylar. Bunday uylarda gaz sarfi juda tez oshadi. Siz termostatni 25 darajaga qo'ygan bo'lsangiz, qozon deyarli to'xtamay ishlaydi. Tashqarida sovuq kuchaygan, sari sarf yanada ortadi. Natijada oy oxirida hisoblagichdagi farq juda katta chiqadi. Keling, real misol qilamiz. Bir oilada faqat ovqat pishirish uchun gaz ishlatiladi. Ular oyiga 25 go'rtum kub atrofida sarflaydi. Tarif oshsa ham ularning umumiy to'lovi keskin sakramaydi. Chunki sarfning o'zi kam. Agar 1 kub uchun narx 500 so'mdan 6000 so'mga chiqsa, go'rtum kub uchun farq 6000 so'm atrofida bo'ladi. Bu ham pul, lekin oilaning byudjetini yiqitadigan darajada emas. Ikkinchi oila ko'p qavatli uyda yashaydi. Markaziy isitish bor, gaz faqat plita uchun. Ular oyiga 25-30 kub ishlatadi. Bu oilalar uchun asosiy muammo gaz emas, balki issiqlik, elektr, suv va boshqa kommunal to'lovlar bo'lishi mumkin. Gaz tarifi oshgani ularga ta'sir qiladi, lekin juda katta emas. Uchinchi oila hovlida yashaydi. 1000 kvadrat metr uy gaz qozon bilan isitadi. Dekabr yoki yanvar oyida ular
500 kub sarfladi deylik. Agar ijtimoiy norma ichidagi qism pastroq tarifda, undan yuqori tarifda hisoblansa to'lov keskin o'zgaradi. Masalan, shartli ravishda birinchi 5 kub arzonroq tarifda bo'lsa, ular chegarada turibdi. Lekin sovuq kunlar ko'payib, 6 kub sarflasa, 1000 kub qimmat tarifda hisoblanadi. Aynan shu 1000 kub oilaga sezilarli qo'shimcha xarajat olib keladi. 4-misol, katta hovli, 200 kvadrat metr uy, eski qozon, derazalarda shamol kiradi, pol sovuq. Bunday xonadon qishda oyiga 900-1200 kub ham sarflashi mumkin. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'rganman. Odamlar biz gazni isrof qilmayapmiz, faqat uy sovuq bo'lmasin deyapmiz deydi. To'g'ri, lekin tizim sarfga qaraydi. Hisoblagich 1000 kub ko'rsatsa, siz xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham yuqori iste'molchi sifatida ko'rasiz. Bu yerda narx o'sishining zarbasi eng kuchli bo'ladi. Kimlar unchalik xavotir olmasa bo'ladi. Birinchidan, gazni faqat ovqat pishirish uchun ishlatadiganlar. Ikkinchidan, yangi qurilgan energiya tejamkor uylarda yashaydiganlar. Devor izolyatsiyasi yaxshi, qozon zamonaviy, termostat to'g'ri ishlaydiganlar. Uchinchidan, oilada odam kam bo'lsa va gazdan foydalanish intizomli bo'lsa. Masalan, choy uchun suv qaynatishda ham plitani ochiq qoldirmaslik. Pechka olovini ortiqcha baland qilmaslik, isitish haroratini 20-22 darajada ushlash katta farq beradi. Lekin men kam ishlataman, demak menga aloqasi yo'q deb ham o'ylamang. Chunki tarif o'sishi bilvosita ta'sir qiladi. Non, oshxona, kafe, issiqxona, kichik sexlar gaz ishlatsa, ularning xarajatlari oshadi. Xarajat oshsa, mahsulot narxiga qo'shilishi mumkin. Demak, gaz qimmatlashi faqat kvitansiyada emas, bozorda ham seziladi. Endi ijarachilar masalasiga alohida to'xtalaman. Ijarada yashayotganlar ko'pincha eng noqulay holatda qoladi. Chunki hisoblagich egasi uy egasi nomida shartnoma ba'zan og'zaki. Tarif va qarzdorlikni tekshirish imkoniyati cheklangan bo'ladi. Agar uy egasi oldindan qarz qoldirgan bo'lsa, yangi ijarachi kelib, men ishlatmagan gaz uchun nima uchun to'layman deb qolishi mumkin. Shuning uchun ijaraga kirishda gaz hisoblagich ko'rsatkichini rasmiy oling, uy egasi bilan yozma ravishda qayd qiling. Falon sanada hisoblagich falon kub edi. Bu oddiy narsa, lekin keyin katta mojarodan saqlaydi. Tadbirkorlar uchun esa vaziyat yanada jiddiy. Aholi tarifi bilan yuridik shaxs tarifi bir xil bo'lmasligi mumkin. Agar siz uyda kichik non yopish, qandolat, issiqxona, somsa yoki osh tayyorlashni tijorat maqsadida qilsangiz, gazdan foydalanish toifasi bo'yicha savollar paydo bo'lishi mumkin. Gaz ta'minoti tashkiloti bu maishiy ehtiyoj emas, tijorat faoliyati desa, hisob-kitob boshqacha bo'lishi ehtimoli bor. Shu sababli faoliyatni rasmiylashtirish, shartnoma turini tekshirish, gaz uskunalarining ruxsatini ko'rib chiqish muhim. Eng ko'p uchraydigan muammo hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilishi. Masalan, sizning hisoblagichingiz Kulmin 2.5 ko'rsatib turibdi. Xodim yoki tizim xato bilan 1002 ko'rbish deb kiritdi. Farq 900 kub bo'lib ketadi. Natijada sizga juda katta summa chiqadi. Bunday holatda odam vahimaga tushmasligi kerak. Birinchi ish hisoblagichni rasmga oling. Iloji bo'lsa sanasi ko'rinadigan qilib oling. Ikkinchi ish shaxsiy kabinet ilova yoki gaz idorasidagi ma'lumot bilan solishtiring. Uchinchisi yozma ariza qiling. Og'zaki aka to'g'rilab bering deyish yetarli emas. Yozma murojaat bo'lsa, u ro'yxatga olinadi va javob berish majburiyati paydo bo'ladi. Ikkinchi muammo hisoblagich plombasi. Plomba buzilgan, ko'chgan yoki shubhali holatda bo'lsa, bu juda jiddiy masala. Hatto siz aybdor bo'lmasangiz ham isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun oyda bir marta hisoblagich, plomba, quvur atrofini ko'zdan kechiring. Agar plomba o'z-o'zidan bo'shab qolgan bo'lsa, darhol gaz tashkilotiga xabar bering. Keyin aytaman desangiz, keyin sizga nisbatan noqonuniy ulanish yoki aralashuv degan da'vo chiqishi mumkin. Uchinchi muammo gaz uskunalarining eskiligi. Eski qozon ko'p gaz yeydi. Ba'zan odamlar tarifdan shikoyat qiladi. Lekin qozon foydali ish koeffitsiyenti past bo'ladi. Ya'ni 100 kub gazning katta qismi issiqlikka emas, tutun orqali tashqariga chiqib ketadi. Zamonaviy qozon, to'g'ri sozlangan gorelka, termostat, radiatorlarni balanslash, bularning hammasi sarfni kamaytiradi. Albatta hamma birdaniga yangi qozon sotib ola olmaydi. Lekin hech bo'lmasa qozonni servisdan o'tkazish, filtrlarni tozalash, havoni chiqarish, tutun yo'lini tekshirtirish ham sezilarli farq beradi. 4-nuqta. Isitish mavsumi va mavsumdan tashqari davr. Ko'p hollarda norma va sarf mantiqi mavsumga bog'liq bo'lishi mumkin. Qishda tabiiyki ko'p gaz ishlatiladi.
yozda esa kam. Shuning uchun kvittansiyani ko'rganda faqat umumiy summaga qaramang. Qaysi davr uchun, qaysi tarif bo'yicha necha ko'p arzonroq, necha ko'p qimmatroq hisoblanganini ko'ring. Agar yoz oyida sizga juda katta sarf chiqsa, bu xato, sizib chiqish yoki noto'g'ri ko'rsatkich bo'lishi mumkin. 5-muhim masala qarzdorlik va penya. Tarif oshgan paytda eski qarz bilan yangi hisob aralashib ketadi. Odam nega buncha ko'p chiqdi deydi. Lekin kvittansiyada oldingi oydan qolgan qarz, joriy oy sarfi penya yoki qayta hisob kitob bo'lishi mumkin. Har safar to'lov qilganda chekni saqlang. Elektron to'lov qilsangiz, screenshotni yoki PDF chekni telefoningizda alohida papkaga joylang. Chunki tizimda ba'zan to'lov kechikib ko'rinadi yoki noto'g'ri shaxsiy hisobga tushib qolishi mumkin. 6-jihat imtiyozlar. Ayrim toifadagi fuqarolarga kommunal to'lovlar bo'yicha kompensatsiya, ijtimoiy yordam yoki subsidiya bo'lishi mumkin. Bular hudud oilaning daromadi, ijtimoiy reyestrdagi holati, nogironligi bor shaxslar, boquvchisini yo'qotganlar, kam ta'minlangan oilalar kabi mezonlarga bog'liq bo'ladi. Men hammaga bir xil imtiyoz bor deb aytmayman, chunki bu noto'g'ri bo'ladi. Lekin siz og'ir ijtimoiy holatda bo'lsangiz, mahalla ijtimoiy himoya bo'limi yoki tegishli davlat xizmatlari orqali albatta so'rang. Ko'p odamlar bilmagan uchun yordamdan foydalanmaydi. Yana bir nozik masala, gaz bosimi past bo'lsa sarf ko'payadimi? Odamlar ko'pincha gaz past keldi, shuning uchun ko'proq yoqdim deydi. Ha, amalda shunday bo'lishi mumkin. Ovqat kech pishadi, qozon uzoq ishlaydi, uy sekin isiydi. Lekin hisob kitob tizimi odatda hisoblagichdan o'tgan hajmga qaraydi. Siz bosim past edi deb to'lovni avtomatik kamaytira olmaysiz. Agar bosim doimiy muammo bo'lsa, jamoaviy murojaat qiling. Ko'chadagi bir nechta xonadon imzo to'plab rasmiy arz yuboring. Bitta odamning shikoyati ba'zan sust ko'riladi. Jamoaviy murojaat esa kuchliroq bo'ladi. Endi eng kerakli qismiga o'tamiz. Men sizga oddiy, lekin juda samarali qadamlarni beraman. Birinchi qadam. Oxirgi 2 oylik gaz sarfingizni aniqlang. Buning uchun kvittansiyalarni bank ilovasidagi to'lov tarixini, gaz ta'minoti shaxsiy kabinetini ko'ring. Har oy necha ko'p ishlatganingizni yozib chiqing. Ayniqsa noyabr, dekabr, yanvar, fevral oylariga e'tibor bering. Agar qishda sarfingiz 500 kubdan oshsa, siz tarif o'zgarishlariga juda sezgir guruhdasiz. Agar 100 kubdan kam bo'lsa, ta'sir nisbatan past bo'ladi. Ikkinchi qadam. Hisoblagich ko'rsatkichini har oyning bir xil kunida rasmga oling. Masalan, har oyning ilk kuni ertalab. Rasmda raqamlar aniq ko'rinsin. Agar iloji bo'lsa, telefoningizda joylashuv va sana funksiyasi yoqilgan bo'lsin. Bu keyin nizoli vaziyatda sizga dalil bo'ladi. Uchinchi qadam. Uyda gaz sizib chiqishi yo'qligini tekshirtiring. Gaz hidi sezilsa, hech qachon chiroq yoqmang, gugurt chaqmang, telefon bilan uzoq gaplashib turmang. Derazani oching, gaz kranini yoping, mutaxassis chaqiring. Sizib chiqish nafaqat pulni ko'paytiradi, balki hayot uchun xavfli. 4-qadam, isitish tizimini tartibga keltiring. Radiatorlarda havo bo'lsa, uy yaxshi isimaydi, qozon ko'proq ishlaydi. Radiatorlarni havo chiqarish kranidan tekshiring. Qozon filtrini tozalating. Tutun yo'lini ko'rdiring. Termostat bo'lmasa, imkon bo'lsa o'rnating. Termostat uy haroratiga qarab qozonni o'chirib yoqadi va gazni tejaydi. Bu mayda qurilma ko'p holatda o'z pulini bir mavsumda oqlaydi. 5-qadam. Uyni issiqlik yo'qotishdan himoya qiling. Eng arzon usullar ham bor. Deraza chetlarini ziklang, eshik ostiga rezina yoki maxsus ziklagich qo'ying. Tomdan sovuq kirsa minimal izolyatsiya qiling. Radiator orqasiga issiqlik qaytaruvchi material qo'yish mumkin. Albatta, bu professional izolyatsiya o'rnini to'liq bosmaydi, lekin 5-10% tejam ham qishda katta pul. 6-qadam. Gaz idorasiga murojaat qilish tartibini biling. Agar hisob noto'g'ri bo'lsa, shunchaki telefon qilish bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada familiya, ism, manzil, shaxsiy hisob raqami, hisoblagich muammo sanasi, sizningcha xato nimada ekanini aniq yozing. Masalan, 2026 yil yanvar oyi uchun kvittansiyada 700 aktim kub sarf ko'rsatilgan. Lekin 1 yanvar va 1 fevraldagi hisoblagich rasmlariga ko'ra farq 20 kubni tashkil qiladi. Qayta hisob kitob qilishni so'rayman. Arizaga rasmlarni, to'lov cheklarini, oldingi kvittansiyalarni ilova qiling. 7-qadam, hujjatlarni tayyor saqlang. Sizga pasport yoki ID karta nusxasi, uy hujjati yoki ijara shartnomasi, shaxsiy hisob raqami, hisoblagich pasporti bo'lsa, uning nusxasi, oxirgi to'lov cheklari kerak bo'lishi mumkin. Agar imtiyoz yoki ijtimoiy yordam so'ramoqchi bo'lsangiz, oila tarkibi, daromad ma'lumotlari. Nogironlik
hujjati yoki mahalla tavsiyanomasi talab qilinishi mumkin. Hududingizda talablar farq qilishi mumkin. Shuning uchun oldindan chal markaz yoki mahalla orqali aniqlang. 8-qadam. Oilaviy gaz byudjetini tuzing. Masalan, siz o'tgan qishda yanvarda 200 kub ishlatgansiz. Endi maqsad qo'ying. Bu yil 6-7 kubdan oshirmaymiz. Buning uchun haroratni 24 emas, 21-22 darajada ushlaysiz. Foydalanilmaydigan xonani ortiqcha isitmayasiz. Derazalarni zixlaysiz, qozonni servisdan o'tkazasiz. Bu oddiy reja bo'lib tuyuladi, lekin aniq raqam bilan yondashsangiz natija bo'ladi. 9-qadam. Ijarada yashasangiz albatta yozma kelishuv qiling. Gaz, elektr, suv bo'yicha kirish paytidagi ko'rsatkichlarni yozing. Uy egasi bilan Telegramda bo'lsa ham tasdiqlatib oling. Bugun hisoblagich ko'rsatkichi 12345 kub. Shu ko'rsatkichdan keyingi sarfni men to'layman. Bu xabar keyin dalil sifatida yordam beradi. 10-qadam. Rasmiy manbalarni kuzating. Tariflar bo'yicha eng ishonchli ma'lumotni kommunal xizmat tashkilotlari, energetika idoralari, hukumat qarorlari va rasmiy e'lonlardan tekshiring. Internetda falon narx bo'lib degan gaplar ko'p bo'ladi. Lekin yakuniy hisob sizning kvitansiyangizdagi tarif, hisoblagich sarfi va shaxsiy hisobingiz bo'yicha chiqadi. Demak, gaz qimmatlashishi 2026 yilda eng ko'p kimlarga ta'sir qiladi? Birinchi navbatda gaz bilan uy isitadigan, katta va eski uylarda yashaydigan, qishda ko'p kub sarflaydigan xonadonlarga. Gazni faqat ovqat pishirish uchun ishlatadiganlar esa bunday keskin zarbani kamroq sezadi. Lekin baribir hamma hushyor bo'lish kerak, chunki tarif o'sishi bilvosita mahsulot va xizmatlar narxiga ham ta'sir qiladi. Mening asosiy tavsiyam, sarfingizni biling, hisoblagichni nazorat qiling, kvitansiyani tekshiring. Xato bo'lsa yozma murojaat qiling. Uyingizdagi issiqlik yo'qotishni kamaytiring. Gaz narxini biz oddiy iste'molchi sifatida o'zgartira olmaymiz. Lekin sarfni boshqarish, ortiqcha to'lovdan himoyalanish va o'z haqimizni talab qilish qo'limizdan keladi. 2026 tariflari adolatlimi yoki aholiga o'g'irlik qiladimi? Kommentariyada yozing. Ayniqsa sizning xonadoningiz qishda oyiga nechta kub gaz ishlatishini ham yozib qoldiring. Bu boshqalarga ham solishtirish uchun foydali bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir oilaga kerak.